Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kompyuterimizni tez ishlashi uchun kerak bo'ladigan bir necha amallarni bajarib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda Windows bilan R tugmasini bosamiz. Chiqqan oynaga prefetch buyrug'ini kiritamiz va OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, kompyuterimizda keraksiz bo'lgan barcha fayllar shu yerda to'planib boradi. Endi Ctrl va A tugmalarini birga bosib, barchasini belgilab olamiz va bu fayllarni o'chirib tashlash uchun Shift Delete tugmasidan foydalanamiz. 212 ta faylni o'chiramiz. D tugmasini bosamiz. Ba'zi bir fayllar o'chmasligi mumkin. Buni propustit qilib qo'yamiz. Ikkinchi bajaradigan buyrug'imiz bo'lsa, Windows R tugmasini bosamiz va ochilgan oynaga temp buyrug'ini kiritamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda ham kompyuterimizga kerak bo'lmagan fayllar to'planib turadi. Bu yerdagi fayllarni ham Ctrl A tugmasi bilan barchasini belgilab olamiz va Shift Delete tugmasi bilan o'chirib yuboramiz. Ba'zi bir fayllar o'chmasligi mumkin, shu sababdan ularni o'tkazib yuboramiz. Propustit tugmasini bosib qo'yamiz. Uchinchi amal bo'lsa, yana Windows R tugmasini bosamiz. Chiqqan oynaga foiz belgisi bilan temp va yana foiz belgisini yozamiz. OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerga ham keraksiz fayllar to'planib boradi. Bu yerdagi fayllarni ham Ctrl A tugmasi bilan belgilab, Shift Delete tugmasini bosish orqali o'chirib yuboramiz. D tugmasini bosib qo'yamiz. Ba'zi bir fayllar o'chmay qolsa, propustit tugmasini bosib qo'yamiz. Kerakmas barcha fayllar o'chib ketdi. Endi so'nggi amal Windows R tugmasini bosamiz va ochilgan oynaga clean mgr buyrug'ini kiritamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda o'zingizda C diskda yoki qaysi diskni tozalamoqchi bo'lsangiz, o'sha disk ochiladi va barcha qismlarni belgilab chiqamiz. Vaqtinchalik to'planuvchi fayllar shu yerda hammasi yig'ilib turadi. Va barchasini belgilaganimizdan so'ng OK tugmasini bosamiz va bularni ham o'chirib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, endi kompyuteringiz anchagina tezroq ishlaydi.